Kampir bilan gaplashdik. Biz ham haligi nima qilmoqchi bo'ldik, biznes qilmoqchi bo'ldik o'zimizlarda. Keyin Turkiyaga bordik. İnson bir-biriga yaxshilik qiladigan bo'lsa, Xudo unga yaxshilik qiladi. Bir-biriga mehr-oqibat qiladigan bo'lsa, Xudo unga mehr-oqibat beradi. Tashlab qo'ymaydi. Menga nima qilib berdi? Inson baxtli bo'lish uchun qanaqa sifatlarga, qanaqa xarakterlarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa insonlar hayotda baxtli bo'ladi deb o'ylaysiz? Dodo yoshingiz nechida? Yoshim 81 da. Inson 81 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Inson qarimas ekan. Qalbi o'ziga qarishi mumkin, fizikiga qarishi mumkin, ammo qalbi qarimas ekan. Nuh alayhisalom 950 yil yashagan ekanlar. Bir darvozadan chiqdim-u, bir darvozaga kirib ketmayman degan ekanlar 950 yil yashaganlarda. Alloh taolo 3 marta quvvat berar ekan insonga. Birinchiga tizzasiga berar ekan, shu bola tizza bilan yuradi, keyin o'tirib o'qiydi. Tizzada o'tirib esbaydi, tizzada o'tirib o'qishganda, hozirga o'xshagan parta bo'lmagan, tizzada o'tirib o'qishgan, to 7-kuncha o'qishgan, ilm olishgan. Keyin Alloh yigitlarga beliga quvvat berar ekan, ayollarga beliga quvvat berar ekan. Keyin qariganda chakagiga quvvat berar ekan chollarni. Bu nimaga desa, shu chollarga chakagiga quvvat berib, butun o'tgan umrini o'sha ko'rgan narsalarni farzandlariga o'rgatib ketsin, meroslariga o'rgatib ketsin, merosxo'rlariga deb chakagiga quvvat berar ekan. Mana men bir voqeani aytib beraman. Bizda tengdosh bir yigitni o'sha bolali paytda onasi ko'tarib ketayotgan paytda yelkasida ko'tarayotgan bolasini arodan sakrab o'taman deganda bola orqasidan ketib qolgan. Kasal bo'lib yotib qolgan. Faqat yotadi. Faqat yotadigan bo'lib qoldi. Bilmaydi. Maktabga bolalar kelib dars berishadi haliga. Yotib qolgan deydi. O'g'irla olmaydi ham, faqat qonida yotadi. Umurtqasi ketgan. O'sha paytda bir tasadduq xudoning ishlariga bir hayron qolasizda. O'sha qishloqqa bir mardikor urush kelib qoladi. U ko'rsa rasmda chiroyli. Uni og'aynisi hali o'risi og'aynisi SSR ana xudoning nimasini shu rassomlarning boshlig'i ekan. Haliga rasm jo'natadi. Men buni ko'rgan deydi, men bola rasm chizar ekan, shunaqa chiroyli ekan, o'qishga qabul qildilar deydi. Sotda turib uni lekin haliga xudoning rassomdan chiqargan institutga qabul qilishadi. Keyin bitta uni muslimga qabul qilishdi, hali muslim jurnaliga, keyin kolxozga xudojniga kolxoz narsalarni chiqarib beradi. Ammo o'zi qimirlamaydi. Bu yoqqa ham qimirlamaydi. O muslim nimalarda ishlab yurgan paytda bir qiz uni yaxshi ko'rib qoladi. O'shaning to'yini olib borganman. O'rtasini olib boradigan odam yo'q edi. Bir qiz yaxshi ko'rib qolgan, undan farzandi ham bor shekilli. Xudoning ishlarini qarang, o'sha yigitga haliga shunaqa Alloh nasibasini yetkazib berdi. Shuning uchun men ko'chada bir yoshlarni ko'rib qolgan bo'lsam, anasi o'g'lini hali yelkasiga bunday o'tirib olib ketayotganlarga darrov aytaman-da, bolangni tushirgan, mana shunaqa voqea bo'lgan. Hop deydi ketadi, gapga kirmaydi. Va qarishda aytasiz, shu qariyalar ham bir narsani ko'rmagan bo'lsa, bir narsani boshdan o'tmagan bo'lsa, gapirmaydi. Bir qizcha keldi, bo'yi pastdakkina. Keldi, namoz o'qisam mayli bo'yda dedi. Ha, o'qib boraqadik. O'qidi, namoz o'qib, juda xursand. Deb so'radim lekin, juda xursandsan, tinchlik qildim. Erga tegmanman dedi haliga. O'zim qishloqdanman dedi. Qishloqda bari meni hech kim olmas dedi. Bitta yigit topildi, shunga tegmanman. Onasi ham xursand, men ham xursandman dedi. U faqat dedi, sal devonaroq ekan dedi. Aqli past ekan dedi. Meni aqlim yaxshi edi, faqat bo'yim past edi. Uni bo'yi baland ekan, aqli past edi. Ikkalamiz yaxshi turmush qilamiz. Men o'shaga tegmanman, duo qilay dedi. Bari bizlar eshitayotganlar iltimoslardan shularning haqqiga duo qilinglar. Bizlarda yaxshi ayollar, yaxshi qizlar bor, shu yaxshi odamlar bor. Shularga odamni ta'zim qilgisi keladi. Bir-biri bilan akil bo'lsa, mehribon bo'lsa, o'shanda hayotimiz o'zidan-o'zi yaxshi bo'lib ketaveradi. Xalqimiz orasida hozir oqibat kamayib ketayotgan ekan. Bunga o'sha o'zingiz yashab o'tgan davrlar, o'sha urush davrlaridagi holatlar qanaqa bo'lgan dedi? 1925-yilda qattiq qahatchilik bo'lgan Rossiyada. Ocharchilik bo'lgan, qahatchilik deganda ocharchilik boshqa, qahatchilik boshqa. Qahatchilikda hech narsa topilmagan, qimmatchilikda topiladi, ammo qahatchilikda topilmagan, hech narsa bo'lmagan. Shunda Rossiyada bu bo'lgan voqea ayollar kichkina bolalarni so'yib, katta bolalarga yedirib, o'lib ketmasin, hammasi qirilib ketmasin deb bergan. O'sha paytda yozilgan Toshkent Gorod Xlebniy degan kitob o'sha paytda 25-yilda yozilgan. Buni biz yozmaganmiz. Bu Toshkentga nom qoldirgan o'sha urushda o'sha paytda bo'lgan qochib kelgan bolalar o'zbeklar o'shalarni hammasini boqib qabul qilgan. Bunga sababi bizning dinimiz o'shanga mustahkam turganimiz sabab.
lekin payg'ambarimiz aytganlar, kim bitta yetimni boqmagan bo'lsa, men bilan jannatda yonma-yon turadi degan. Mana qo'llarini qilib, men bilan mashina yonma-yon turadi deb aytganlar. Endi qo'ni qo'shni oqibati qanday bo'lgansiz? Mana bitta bizning qo'shnimiz bor edi. To'lagan karvon degan odam bor edi. To'lagan karvon chol edi. Bir kun men akam chiqsa, qozonga narsalarni, o't-o'tlarni solib qaynatayotgan ekan. O'tlardan ham ovqat bo'ladi, tishibdi. Bu debdi palonchini qozoni qaynamayapti, hech kundan beri demasin odamlar deb shanchaga haq qo'ydi bolam debdi. Ularga ziyon bo'lmasin, qo'shnimizdan och ekan demasin deb qarang, qo'shnisini asrash uchun eski paytda bir-biriga mehr-oqibat tinuyga bo'lardi har bittasini eshigini to'g'ri. Tinuydan u qo'shniga bu qo'shniga chiqib o'tirmasdan ovqat nima qilishardi. Oqibat shunaqa edi. Endi hozir kelganda odamlar shu pulga juda o'tib ketdi, amalga o'tib qoldi odamlar, qanaqadir g'alati aka-uka bir-birini tanimaydigan darajaga keldi. Kampir bilan gaplashdik. Biz ham haligi nima qilmoqchi bo'ldik, biznes qilmoqchi bo'ldik o'zimizlarda. Keyin Turkiyaga bordik. Turkiyaga borsak Suriya ham yaqin ekan, Suriyada ro'mollar yaxshiroq bo'ladi, Suriyaga o'tdim. Suriyaga o'tsam, bu yerda ancha ahvol og'ir ekan Suriyada o'sha paytda. Bundan endi 14 yil oldin aholisi ancha qiynalib yashayotgan payt ekan. Yomg'ir yog'masdan, g'alala bo'lmasdan ekinda qurg'oqchilik bo'lgan. O'shandagi poshtosi byuro chiqardi. Masjiddagi yomg'ir so'rab duo qilinglar dedi. Men ham o'shanda masjidda ishlab o'tiraman endi. Yomg'ir so'rab duo qilindi. Keyin tashqariga chiqdik, juma kuni chiqsak, sekin yomg'ir suvlab o'tdi, yomg'ir yog'madi, ammo suvlab nima tomdi, yomg'ir tomdi. Pochtosini chaqirdi, ya'ni domlalarni chaqirib, meni chaqirib qattiq urishdi. Salla dedi, duoing ham o'tmaydigan bo'lib ketgan, gunohlaring ko'payib ketgan, unda degandan keyin keyingi jumaga yana o'sha yerga bordik. O'sha masjidda, katta masjidda, bosh masjidda 2 soatga yaqin juma o'qidik. Domlalar chiqib duo qilib, so'rayverdi, jig'layverdi, xullas kana. Endi o'sha kuni men yo'lga chiqdim. O'tdan Turkiyaga qaytmoqchi edim, Damashqdan. Yo'lga chiqdim, yo'lda ketyapmiz, avtobusda kelyapmiz. Sekin oldin shivillab boshladi, keyin qattiqroq yomg'ir yog'di. Undan keyin chegaraga kelganda qor yog'ishib o'tdi. Antaliyaga kelganda yuragimda qoldi, avtobusda yuragimda qoldi. Bayda bu gal ko'proq so'ravardi dedi. Sal kamroq so'rasa bo'lar ekan. Chunki ko'pchilik bo'lib Xudodan so'rasa, nima so'rasa Xudo qilib beradi. Nima so'rasa. O'shaning uchun odamlar bir-biriga mana hozir biz so'rab yuribmiz masjidlarda ish qilib, mehr-muruvvat bersin avval boshdan. Agar bir-biriga odamlarning mehr bo'lmasa, unga Allohning ham mehri bo'lmaydi. Sen odamlarga mehring yo'q demaysanda, senga Allohning ham mehri bo'lmaydi. Shuning uchun insonga mehr berish kerak, odamlar bir-birini yaxshi ko'rish kerak, chunki Alloh mukarram qilib yaratgan odam zotda. O'sha kim yaxshi qarasa, men o'zimni bir nimam bor edi. Tushuncham, voyam. Men aytardim, Alloh men seni bolalaringga qarayman, sen meni bolalarimga qaraysan. Shartnoma qilgan edik. Men Allohni kim bari ezilib qolgan, qiynalib qolgan bolalar bo'lsa, o'qimoqchi bo'lgan, ishlamoqchi bo'lgan, qo'limdan kelgancha yordam berib, o'shalarga yordam berardim. Men hozir nechtasi katta amaldorlar bo'lib ketdi. Masjidda 2-3 domla, masjidda Toshkent katta domlalari men shogirdlarimdan. Inson bir-biriga yaxshilik qiladigan bo'lsa, Xudo unga yaxshilik qiladi. Bir-biriga mehr-oqibat qiladigan bo'lsa, Xudo unga mehr-oqibat beradi. Tashlab qo'ymaydi. Men mehr berdim. Inson baxtli bo'lish uchun qanaqa sifatlarga, qanaqa xarakterlarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa insonlar hayotda baxtli bo'ladi deb o'ylaysiz? O'zi baxt tushunchasi qanday? Baxt tushunchasi. Allohni aytgan narsalarni qiladigan odam baxtli hisoblanadi. Mana Alloh aytadiki, menga shukr qilsalaring dedi, men dedim, ihsonlarimni ko'paytirib beraman dedi. Hozirgi kunda men ko'p e'tibor beraman, bolalarni duoga o'rgatishmaydi. O'sha yelimi ishtimi dasturxonga duo qilishi yo'q bo'lib ketgan odatlarimizdan. Shuni qilish kerak, duo bo'lish kerak. Allohga shukr qilish kerak. Shu e'tiborda dasturxon to'kis, yeyapsan, ichyapsan, o'shanga nima qilish kerak, duo qilish kerak. Endi bir qiziq voqeani esimga soldingiz. Mahallada bir doirachi bor edi. Hali Sovet davrida endi bo'tgan, bundan bir 50 yil 40 yil oldin. O'sha doirachi endi yaxshi doirachi edi. Bizani haligi madaniy nimalar, madaniyat xodimlari chet elga bir Arabistonga borib qolishadi. Borishganda
haligi chet ellik ular mehmonlarga deb O'zbekiston Soyuzdan borgan mehmonlarga deb ba'zan uyushtiradi endi. Shunda o'sha toshkentlik bizani qo'shnimizdan o'sha ba'zida qatnashayotgan bo'ladi, o'tirib sindirmalar qiladi, nima qiladi, keyin ovqatlanayotgan paytda endi o'tirib ovqatlanishadi, fotoq o'qiydi. Poshsho qarab o'tirgan ekan, qani bular qanaqa odamlar deb. Qarasa bittasi qo'lini ochib duo qilyapti endi. Xudoyo zamonda yig'ilgan ne'matlaringiz, dasturxonlaringiz undan fotoqa tortadi. Poshsho qarab turadi, yordamchilar ketadi. Bolalarni olib kelaring dedi. Haligi bizani qo'shnini olib borishadi sindirmasini. Sen nima deding dedi. Duo qildim, nima duo qilding? Mana shu yig'ilgan ne'matlaringga shukr, egalariga undan bo'lsin, duo qildim. Sanada hal duo qiladim. Ha, duo qilamiz, musulmonmiz dedi. Shunda poshsho qo'lni yuzingni chiqarib beradi, mana senga deydi. Qo'lni yuzingni poshsho beradi. Endi u uzun olib kelib betga kelgandan keyin bittasi 3 volga beraman dedi, o'sha paytda eng zo'r mashina volga. Bittasi 4 volga beraman dedi, bittasi 2 uchastka beraman deb bermadi menga o'sha. Hozir bo'lmab ketdi, uni hech kim eslamay qoldi. Ammo bitta qarang, shu o'qigan duosi tufayli hali o'z meni nimasini ko'kragini ko'tarib keldi o'sha yerda ham. Biz bolalarimizni shu yoshlikdan o'rgatishimiz kerak. Duo qilishga, Allohga shukr qilishga, ko'rayotgan kunimizga shukr qilishga. Chunki bir kun og'irchilik bo'ladi, bir kun yengilchilik bo'ladi. Bu hayot birdek o'tmaydi. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga yuragingizdagi bitta maslahatingizni bera olasizmi? Men o'zim kommunist bo'lganman, 40 yoshda islomga keldim, 40 yoshda. Bizda islomiy tushuncha bor, islomiy nima bor. Dunyoda insonga eng mehribon zot bu Alloh. Eng mehribon zot. Ota-onasidan ham mehribon Alloh bor. Eng mehribon zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bizlar uchun ota-onadan ham mehribonroq, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ota-onadan ham mehribon zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hech kim iymondan ayirmasin. Shu Alloh borligini bolalarga tushuntirib qo'ysin. Xudoga shukr qilish kerak. Faqat nima qilish kerak? O'sha Alloh quvvat berganda, sizlarga quvvat berganda yaxshilab olish kerak. Tajalla sog' bo'lsin, rahmat. Agar siz hayotda to'g'ri yo'l topishni yoki shunchaki qalblaringizga iliq suhbatni olib kirmoqchi bo'lsangiz, U jurnalist kanali aynan sizlar uchun. Sizlarni keyingi videolarimda kutib qolaman.